Dostlar, xanaga salom. Bugungi obzorimiz To'rtko'l tumani To'rtko'l shahrida bo'ladi. Yashash uchun 3 xonali tayyor dom qo'yib beramiz. Bu tarafimiz Elliqo'dan kelish, Aprel kafedan o'tganingizdan keyin chap qo'lingizda birinchi ko'chada, o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Bu tarafimiz Toshkentga chiqib ketish. Abxatno yo'li bo'yinda lokatsiyasi ham zo'r yerda bo'ladi. Dostlar, podyezddan kirishimiz bilan shunday temir eshik bilan jihozlangan domlar yaxshi holatda. Gipason ana shunday bir kichkina xoli bor. Birin-birin xonalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi xonamiz bu yerda detskiy xona bo'ladi. Potoloklar natijnoy qilingan, akfa aynalari bor, remontlari bir ozroq kosmetika ishlari bor. Qarab olsanglar ajoyib bo'ladi. Bu tarafimizda katta mehmonxonasi. Bu yerimizdan mana shunday natijnoy potoloklarda ishlangan oboyga tayyor bo'lib turibdi. Endi bu mehmonxonadan 3-xonamiz ota-onalar uchun yotoqxona bo'ladi, spalniy. Bu yerimizdan remontlari o'rtacha, normalniy. Og'a odam o'zi uchun komfort yaratadi, ozroq ishlab olsangiz bo'ladi. Joyimiz zo'r, lokatsiyasi yaxshi yerga joylashgan bo'ladi. Tarafimiz oshxonasi. Bu yerimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzel endi toza sanuzellari lampasi kuygan ekan. Hamma narsasi ishlab turibdi. Uyimiz pustoy holatda topshiriladi, hech narsa qolmaydi, hamma narsasi olib chiqib ketiladi. Narx ham ajoyib narxda bo'ladi. Do'stlar, bu yerimiz oshxona. Ko'rib turganingizdek, oshxonasi ham shinamgina, o'ziga yarasha, mana shunday oilaviy choy ichish zonasi qilib qo'yibdilar. Bemalol kelib ko'rib, joyimiz yoqsa xarid etsanglar bo'ladi. Bu videoni mana shunday 3 xonali yaxshi yerdan dom qarab turgan tanishlaringizga tashlab qo'yasizlar. Do'stlar, podyezlar ham mana shunday keng, toza podyez bo'ladi. Oyoq tiylari muromor, zo'r, vobshe zo'r qilib ishlangan, temir eshiklari yaxshi jihozlangan 4 xonadan bo'ladi, bir etajda. Endi bu 3-etaj bo'ladi. Lokatsiyasini sirtda tushuntirib o'taman. Bu birinchi podyezimiz. Bu yerning eng zo'r tarafi podyezdning oldindan ham orqa tarafidan kirish chiqish eshiklari bor. Ana shu qulayliklari yaxshi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Sirtda hozir ko'chalarni orientirlari bilan to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Domimizning orqa tarafi ko'rib turganingizdek kengishlik, parkovkadan hech qanday muammo yo'q. Oldilari kengishlik bo'ladi. Detskiy plashadkalar ham bor. Ana shunday kechki salqinda chiqib o'tirish uchun besetkalar ham qilingan. Do'stlar, manzilimizga kelsak, manzilimiz To'rtko'l tumani Novruz mahallasi Aleksandr Petrovich ko'chasi bo'ladi ekan. Kamolat domda 1:30 bo'ladi, 3-etajda joylashgan. Orientir qilib, ana shu Abxatno yo'l ko'rinib turibdi. Ko'chalari yaxshi beton qilingan. Bu tarafimiz O'zbekiston kolxozidan kelish, Toshkent trassa bo'ladi. Bu tarafimiz shunday Aprel kafedan o'tganingizda, Mo'ygidan chapga burilganingizda Kamolat dom desanglar, hamma biladi ekan. Shunday kelganda 3-podyez, 3-etajda bo'ladi. Narxini kelsak, narxini egalari sal qimmatroq aytdi. Endi egalar bilan savdolashib, tortishib, talashib, sizlar uchun 270 million so'mga ko'ndirib qo'ydik. 270 million so'm bilan joy otlaringizga o'tadi. Hech qanday izinda kredit yo'q, bemalol yaqqan bo'lsa joyni xarid etib olsanglar bo'ladi. Bu videoni To'rtko'l tumanidan, To'rtko'l shahridan joy olaman deb yurgan tanish bilish To'rtko'lchi og'aylaringizga tashlab qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin.